Bir podshoh saroydan chiqibdi-da, odamlari bilan chiqib, saroyning narrog'ida bir kulbaga ko'z tushibdi. Bu kulba kimniki dedi. Bu xarob kulba kimniki? Ha, bir kampirniki. Bu kampirning uyi meni saroyimning manzarasini buzyapti. Buni buzib tashlaylar dedi. Bu kampir bechora ertanman ishga borar ekan, qarang. Qariya kampir, hech kimi yo'q. Hech kim bilan ishi yo'q, hech kimga zarari yo'q. Bir kulbada yashaydi. Ishga boradi, kechqurun keladi. Boradi, keladi. Podshoh buzib tashlaylar dedi. Askarlari uni kulbasini bir pasda buzishdi, yer bilan bitta qilishdi. Kampir kechaki kulbasi buzilib, xarob bo'lib yotibdi. Kampir hayron, nima bo'ldi? Kim qildi buni? Odamlardan so'radi. Ana u zolim podshoh qildi. Shunda kampir qo'lini osmonga ko'tardi. Allohim, men yo'q bo'lsam, men g'oyib bo'lsam, sen qayerda eding? Sen ko'rmadingmi? deb Allohga duo qildi, munojat qildi. O'sha kuni kechasi podshoh ahli bilan, oilasi bilan saroyda uxlayotganda shundoq saroy bosib qoldi. Alloh subhanahu va taolo albatta mazlumni duosini ijobat qiladi va mazlumga zolimdan olib beradi. Shunday ekan biz har bitta ishimizda, yurishimiz, turishimiz, xoh til bilan, xoh qo'l bilan odamlarga zulm qilib qo'yishdan o'zimizni ehtiyot qilaylik. Allohdan qo'rqaylik.